أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب العتيرة من bu boğuzlaşniki babudur bu deylemdi. Atiret. Bu Arapça gapda atara yatiru el-itr. İtren. Atireten deb tahkil ekan. Buniki asli lug'at ma'nosi, ya'ni bir hayvonniki o'zini bo'g'izlash. Ya'ni bir hayvonniki o'zini bo'g'izlashniki o'zini atirat deyiladi. Mana oldingi darsimizda qurbonlik deganniki ustida to'xtalgan to'q. Ya'ni qurbonlikniki lug'at ma'nosi nima? Uniki shar'iy ma'nosi nima? Qurbonlik qilgan odam qanday bo'lishi kerak? Undan keyin qurbonlik qilingan hayvon meni qanday bo'lishi kerak? Meni qurbonlik qanday vaqtda, ya'ni shu oy yilniki qaysi vaqtda qilinsa meni qurbonlik bo'lib rasmiy bir ibodat bo'lgan bo'ladi. Meni buniki ustida to'xtalgan ekandim. Hozir endi yeni bir qurbonlik bor. Bu qurbonlikni u vaqtning o'zida uni atirat deb ataydi ekan buni. Ya'ni atira, ya'ni umu bir qurbonlik. Endi bu aslida bu qurbonlikniki o'zi men bu bir ibodat endi. Chunki ibodatniki turi noyatijik. Badan bilan ibodat qiladigan ibodat, meni pul bilan qiladigan ibodat, zikr, tasbih, meni qiladigan ibodat, ma'naviy, ruhiy tarafdan qiladigan ibodat deb va undan boshqa meni bu har qanday bir hayvonni, meni halol hayvonniki o'zini meni o'ltirishniki o'zi o'ltirish orqali meni qiladigan ibodat. Chunki hayvon bir odamga nisbatan u bir mol. Mol bo'lgandan keyin bir odamga nisbatan mol degan bu eng nima u odamga nisbatan muhim. Chunki bir odamniki hayoti bu dunyoda o'lguchilik pul molniki ustiga qurilgan bo'ladi. Pul molniki ustiga qurilgan bo'lgandan keyin o'shaning o'zida mana bu yerda moldan bergan mol qilgan ibodat, mesela zakat desak, u zakatni berib undan keyin jonli hayvonlardan iborat bo'lgan bu narsaniki o'zini u mol demay, uningdan o'shaning o'zida uni men o'zimniki deb qilaveradigan gap. Shunga bu yerda mushu jonli hayvonlarniki o'zidan mushu yerda hayvonlarniki o'zidanmi qonni to'kish orqali qilingan bir ibodat bor. Men bu ibodat bu islom dinida bo'lgan bir ibodat, uniki bir turi qurbonlik. O'sha yeni bir turi bor, qurbonlikdan boshqa vaqt qilingan bir ibodat. Endi bu arablarniki odatida bu islom dini barliq kelishdan burun buniki mushu diniy e'tiqodi nihoyat kuchli. Diniy e'tiqodi kuchli bo'lib, har xil ibodatni ashuna paydo qilgan ekan. Yani shu chunki nimishqa degan vaqtniki o'zida ularniki asli ya'ni kelib chiqishi men payg'ambarniki shu jamoatidan, ya'ni payg'ambarning naslidan kelib chiqqan bo'lgandan keyin bo'libmi shu Hijoz, ya'ni shu Makka rayonidagi arablarniki İsmoil alayhissalatu vassalamdan kelib chiqqandan keyin İsmoil alayhissalatu vassalam ana İbrahim alayhissalatu vassalamniki nimasi bolasi. Yani şu İbrahim alayhissalatu vassalamniki dini aşağıda azroq bo'lsa-mu qilib qolgan bir odat çok bor. Odat bir ish çok bor. Shu ish bo'lgandan keyin shuning bilan bular shu ibodat qilish jihatda, ma'lum jihatda ashunda bir shaklchi qilib qolgan. Yana ko'p jihatda ibodatdagi asl qiyofati o'zgarib ketgan. O'zgarib ketib e'tiqodiy tarafdan shirk bo'ladigan, yana ba'zi bir ibodat nima qilsa mushrik, shu butga ibodat qilgan odatchi barliq kelgan, o'chanimizda din asosiy jihatdan ya'ni yo'qolib ketish girdovi uchun qilib qolgan. Shu vaqtniki o'zida mana bu arablarniki o'zida ikki xil bir odat bor ekan. U bir xil odatning o'zida, ya'ni qurbonlik qilish orqali qilingan ibodat. Mana uniki birsi bir odamniki masalan 100 dona to'g'risi bo'lsa, shuniki shukronasiga, ya 100 dona qo'yib olsa, uniki ya'ni shukronasiga asosan 100 donaniki birinchisini uni apirib tuqqan bo'lsa, shuniki o'zida shuniki bir 100-chi bo'lgan birinchi donasiniki o'zini apirib o'ziniki shu nemisiga butgan,
atab ismini shu orqali qurbonlik qildik deb uni qinini opirib sug'ab unidagi go'shtini yeydigan bir odat bor ekan. Bu bir ibodat deb qaraydi ekan. Endi yana bir odat bor ekan, paraq deydigan shu hijriy oyiniki, qamri oyiniki hisobi bo'yicha Rajab oyida qilinadigan bir ibodat. Mana shu o ibodatmi yana bir hayvonni o'ltirib, yana halol deb qaragan, shu hayvonniki o'zini men o'ltirib shu orqali men Allohga men qurbonlik qildim deb, uni shu o'zidagi ibodatiga bo'g'izlab, uni lekin men ibodat deb hisoblab, shu orqali shu ishni qiladi ekan. Shuna bir odat bor ekan. Bu odat meni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishniki oldinlarida mavjud bo'lgan shu arab yarim orolida bo'layotgan bir ish. Unda lekin buni islom dinimiz nima deb qaraydi? Buni nima deb qaraydi? Men mushrik ustida. Endi bu ibodatniki o'zining ba'zi olimlar u mansux. Chunki bu ishniki o'zi jahiliyat davridagi kufrlarniki ishi bu. Unda o'g'andikin buni qilishga bo'lmaydi deb shu qaraydi. Yine ba'zilar uni masalan yani atirat, men atiriniki o'zini qisi bo'ladi. Ya'ni 100 dona to'y bo'lgan vaqtdagi o'zida uniki birinchi qatim tug'ilganligi o'zini meni bo'g'izlashniki o'zi u bo'ladi. Chunki u qurbonlik qilish orqali qilgan ibodat islom dinimizdagi uyg'un. O'shan o'zida u kufr davrining o'zida qismi, lekin ma'ni Allohni deb qon bo'lganligi niyatan Allohga o'zgarganligi bo'ladi deydi. Shuningdek, yana Rajab oyiniki o'zida qilingan ibodatni qilsaqmi shu bo'ladi deb bunda shu qaraydi. Endi ba'zilar makruh. Ya atiratniki o'zi makruh yoki far'iy. Para' deydi endi. Para'niki jam'isi pro deydigan shu Rajab oyiniki o'zida qilingan qurbonlik o'ltirish orqali qilingan ibodatniki o'zini para' deydi ekan. Uniki jam'isi pro deb keladi, ya'ni para' ya'ni shoxchi degan gap aslida. Unda o'g'andikin shu Rajab oyiniki o'zida, men hozir Rajab oyining o'zida turyapmiz-ku. Men mushu oyda bular no'yati ulug' bilib bu oyiniki o'zini mana shu qurbonlik qilgan shu ekan. Unda o'g'andikin islom dinimiz kelgandek kim u payg'ambar alayhisolatu vasallam qanbir hadislar bor. Ba'zi hadislarda bo'lmaydi degandek, ba'zi hadislarda bo'ladi degandek, mushlar hadis olgandan o'limalarimiz bu hadisga asosan va undan boshqa qurbonlikdan iborat bo'lgan kelgan payg'ambar shunga asosan. Endi bir tarafda bu qilayotgan ishning asl manbasi kufr din kelgan bir ish deganga asosan buni qarta o'limalar qancha ko'z qarashga shu bo'lgan. Ba'zilar mansub qat'iy qilishga bo'lmaydi. Endi birisi makro, endi birisi qisaqchi bo'ladi deb mutlaqo ko'z qaraydi. Bu bir nima ibodat endi. Endi bizdeki Uyg'ur jamiyatida, Uyg'ur tarixida mutlaq ish bormi, yo'qmi, tarix kitoblarida undaq tarafni yozmaydi endi. Balki bo'lishi mumkin. Birinchi fasl. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildi. Dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Yo'q fara va atira" dedi. Ya'ni fara degan narsa yo'q, atira degan narsa shu yo'q. Ya'ni para ki ya'ni 100 oy yoki 100 to'y bo'lgan vaqtning o'zida buniki shukronasiga asosan Xudoy mushtaq bir narsa berib deb o'ziniki ko'nglicha u yoki arab jahil arablari shu chanimizda o'ziniki Xudoyisiga atab uni o'ltirib uni qalbini uyaga sug'ab uningdagi andik go'shlaydigan. Men bu yo'q dedi Peygamber. Andikin atira. Sen Rajab oyiniki ichida qildigan qurbonlik va shu ilohniki ismini atab qiladigan. Men bu islom dinimiz yo'q. Buni shu qisaqchi bo'lmaydi. U amalda qoldi. Uning o'rniga Alloh taolo nima qildi? Qurbonlikni qildi ikki. Mana qurbonlikni qildi va undan boshqa sen bu yilki unda qilmasanmi, ya'ni boshqa hadisda yoki Rajab oyida demasan, qanday vaqt qilib men Alloh uchun siz qonni to'kish orqali bir ibodat qilgani qolgan bo'lsa, Allohning shunday bir ishni ma beribdi, shuni shukronasiga yoki bir ishni qilmoqchi bo'lsalar, buni amalga oshirish uchun yoki o'lib ketgan ota-onamiz uchun, yoki qonlarimiz uchun buni savobi bo'lsin deb, men bunda qilsam o'chadi bo'ladi degan shu gap bo'ladi. Dedi Abu Hurayra yoki bir hadisdagi raviysdagi birisi para degan nima deydi? Para degan
birinchi qatim tug'ilgan bir hayvon bo'lib, meni tug'ildi ular uchun. Meni ular uchun tug'ilgan birinchi qatimdikan hayvonchi bo'ladi ekan. Ya'ni bir rivoyatda 100 dona bo'ladi ekan. Birinchi qatim o tug'ilgan hayvonniki o'ziniki bolasini meni faraq deydi ekan. Bu faraq deb anadagi qo'shib ketib, men voy bizning bu xudoyimiz mushda menga men shu to'gam yoki kalam yoki qo'y yoki o'shkiniki o'zimni tug'di. Bizniki ilohim berdi deb qo'shib ketib, anadagi uni cho'nim qiladi ekan. Uni cho'p bo'g'izlaydi ular. Uning o'ziniki tog'utlar uchun, o'ziniki but aş ilahlar üçün nima qildi uni bo'g'izlaydi. Buni nima deymiz? Uni faraq deymiz. Atira degan Rajabda bo'g'izlagan hayvon. Mana Atira degan Rajab oyida tug'ib bo'g'izlagan hayvon. Unda o'g'anlikin meni bu ishniki o'zi islom dinida hech qanday buniki nemisi yo'q. U jahiliyatdagi davrdagi nima ish deb shunday dedi payg'ambar. Unda o'g'anlikin men mushayis qasasan bu Atira degan gapniki o'zi butun amalda qilib qoldi. Onu çok kısa bulmayın. Onun ornuna Allah Teala başka bir ibadetini çok kıldı ki yani şu kan tüküşü arkalı kılındığın o kavun etira ya ki para demey. O çağındaki üzere beni kurbanlıkla yılda bir kata kedildiğin. Onun da başka nazir dediğin bir nemi var, ibadet var. Şunu kısalık çok bolu demek kendi. Bu yok dedi. Şu bu yok diyen bu şeyde kısasen ulemalarımız beni para diyen bu etira diyen ibadet çok kısa bulmayın. Men soğuk emelden kalgan deydi. İkinci fasıl. Mihlab ibn Sulaym radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi ol Mihlab, bertuq biz to'g'chi bertuq meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan Arfatda. Arfatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan mana turibdik. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qancha yili nima qildi? Ya'ni 10-yili. Hijratniki 10-yili Hajjatul Vido qilgan mana bu ahvol. Mana shu vaqtning o'zida men bu haj qilib payg'ambarimiz bilan Arafat bilan shu turib to'diq. To'g'andagi payg'ambarimizdan angladimki deydi: "Hey odamlar, jazman har qanday ahli baytniki ustiga vojibdir. Har yili qurbonlik va atira vojib." dedi deydimdi. Endi her yili qurbonlik zot vojib. Mana oldingi darsimizda ulamalarimiz ba'zilar vojib dedi, ba'zilar sunnat muakkad dedi, ba'zilar sunnat dedi dedik hamdi. Unda o'g'andikan mana har yili mushu Zilhijja oyininki mana 10 dan 12-kuni kun o'ltirib ketgan qadar mana muayyan bekitilgan shu hayvonni o'ltirish nima o vojib. Bu hadismi deydi o oldingi hadisning mazmuni. Ve şunundak atira vacip dedi maidisda. Endi payg'ambar bu atira vacip degandikin, maidisda deganning o'zi Arfat debdi. Arfat degandikin Arfatniki o'zi payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotining eng oxirida. Eng oxirida bo'lgandiki bu mansub emas degan nima bo'ladi? Gapchi bo'ladi, qisqan bo'ladi degan gap. Deb payg'ambar dediki, siz atira degan nima bilamsizlar dedi. Deb andaki payg'ambar dediki, bu atira degan andaq bir hayvondir ki ataylar bu ataychilar uni Rajabiyya. Rajab oyiga mansub bo'lgan, bo'g'izlangan hayvon deb ataychilar men musho deganti deydi. Men bu esa Imom Turmiziy Abu Davud rivoyat qildi va Nasa'iy va Ibn Majah. Va dedi Imom Turmiziy ma hadis g'arb zaiful isnad dedi. Va dedi Abu Davud va atira mansubdir dedi deydi. Anda o'zikin mush atira degan ibodatniki o'zida mana qilishniki o'ziniki ulamalarımızın o'ttirisi ko'z qarashniki mushtaq o'xshamaganligi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan qilingan rivoyatniki shu sababidan bo'lgan. 3-fasl. Abdullah ibn Amr radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi. Dedi o Abdullah, dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam buyuruldim men mana qurban bayramı kılışka nim kıldı buyuruldu. Yani yavmul udha azha deb okusak bo'lmaydi. Azha degan gapniki o'zi mana daha yalhudin chiqqan ya daha yazhadin daha yazhi rama yarmi o'xshash desak, uniki ism tabziri al-azha bo'ladi. Bu oldingi darsimiz deb o'qildi. Azha emas udha.
rivoyatga iborat xato bo'ldi. Endi o'zha, ya'ni Qurban bayramini mana Alloh taolo menga nima qildi? Qurban bayramida qurbonlik qilishga nima qildi? Uni Alloh menga uchun buyurdi. Unda o'nikin Qurban bayraminiki o'zida mana Qurban bayramida, Qurban bayrami kuni qurbonlik qilmasang bo'lmaydi dedi. Mana Alloh taolo bir bayramni qildi. Bu nimani Qurban bayramini kunniki o'zini Alloh taolo mushu ummat uchun nim qilib berdi, bayram qilib berdi. Bayramchu qilib berdi. Aydan ja'alahu li hazil ummat. Jaidan degan gapniki o'zi bu yilqi pili tafsir deymiz. Ya'ni uniki omili yilqi mahzub, uniki omili mahzub bo'lib, omilni o'zidagi keydiki pil tafsir qilib berdi degan Zaydan zarabtuhu deydigan bir nim bo'lgandi, shuniki qatori kirdi. Ya'ni Alloh taolo mana bu Qurban bayraminiki o'zini mana mushu ummat uchun, musulmonlar uchun nim qilib berdi, bayram kunchu qilib berdi. Bayram kun qilib bergandan keyin mana qurbonlik qilishga bayram Alloh buyurdi, bir ibodat. Unda bo'lgandan keyin buni yeni bir ish qilib berdiki, mushu ummati Muhammad uchun xoshal bo'ladigan, mana rohatlanadigan, shundoq bir noit xoshal bo'lib, men az to'la bo'lamdi, o'z ichimizda mushta salomlashib, men mushunda qildigan bir kunchu qilib berdi dedi. Dedi o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için bir adam, ya Resulullah haber bersene, eğer men tapamısam fakat meni hanet bersem, hak birip turduğan, menahe yemnahu degen badi degen gep, hak birip turduğan bir hayvan. Hem de unsa degen uniki nemisi oludu beden. Yani menihatu degen birip turduğan, ötlik birip turduğan hayvan. Yani Araplarınki şu adetindeki üzüde, İslam dini barlık girişindeki adetindeki içinde, yani bazı nait ubdan ahlakları var. Bu bulup mertlik, yaxşılar, kembeğallerini bek yöler, öz içinde boğan bazı adaletlerini nait bek doğru kılımız deyiş. Bir-birisiga yardımcı buluş. Şu kataniki üzüde bazı Araplar özü mışındak töge yok kala koymuşlar bolsa, başka adamniki bombasa, mene şu hayvanlık üzerine şu birip durdu iken. Sen muşunu sen seyhip içip, bunu da çıkan jone kırıkıp onu set paydılan, kaydılıp kıp boğandıkken aşı hayvanı man yandırıp da deydiğin adet var iken. Bunu Arapça tilda menihatun deydikken. Şu vaktin üzerinde. Mene de deydi. Fakat işkiz bir adam bana paydalışı için meni birip tuğan bir hayvan var. Ben o kurbanlık kılgan nesi için tapamayman. Yok. Fakat muşu var. Aya men qurbonlik qilamanmi? Men mushu narsa qurbonlik qilsam-chi bo'lamdi dedi. Mayada apa udhi deb o'qisak bo'lmaydi, necha qator deyildi. Zaha yusahi fa'ala yufa'ilu babida chiqqan. Men u nim bo'ladi? Mutakallim. Unda o'anikin apa uzhi demak uzahi deymiz endi. Degandiki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi, "Ya, o haq berib turgan, foydalanishing uchun berib turgan o hayvonni sen o bo'g'izsang-chi, qurbonlik qilsang bo'lmaydi" dedi. Lekin sen og'insan, seniki tukingdan ol. Seniki badaningda yusib qoladigan, u yerda ushiqchi tukva. Sen uni nima qilgan? Ol. Va tirmig'ini-chi ol. Va burtoni-chi qirqin. Va seniki jinsiy a'zoniki ustidagi tukni nima qilgan? Tushun. Mushtaq qilsang seninki bilan qurbonlig'iniki tamom bo'ladi Allohning dargohidan. Seni qurbonlik qilamisan, sen mush ishni bayram bo'ldi deb, toza chiroyli yasinib, mush butun vujudingdagi tük, tirmoq, hamma narsani olsang, men mush pargiz bo'lib, lekin qilsang mushu qurbonlik qanday savobchi bo'ladi dedi Payg'ambar. Unda o'g'likin men mush hadisga asosan İslam dinida bir adamniki shaxsiy tozliqqa qanchalik ahamiyat berganligini men 1400 yildagi oldida tatib qilmadido uqvatimiz yani. Unda o'g'likin mena bir adam qurbonlik qilishga kuchi yetmasa, men mush ishni qilsa Alloh bu odamga qurbonlik qilishning nimasini berdi, savobini cho berdi. Mushtaq qilish cho kerak ekan. Men bu esa Imom Abu Davud, Nasai rahmatullohi alayhimala rivoyat cho qildi. Babu salatul husufi. Bu kun tutulgan vaqtning o'zida o'qildigan namozningki nemisidir o
babudur deydi. Şimdi biz hem de Kitab-ı Salat degan çoğu bir kitapninki üstüde namazninki üstüde ketib boramiz. Yani asl namaz 5 vaqt namaz. Unudaki sünnet namaz oldu, sünnet ratibe. Unudu başka nafil namaz oldu, teheccüd oldu, çarşı vakti okulgan namaz oldu. Her xil namaz, bayram namazı dedik. Yani her bir namazın üstüde ayrım ne bakalındı. Yani depçi ütüldü. Peygamber Allah'a talim verip bunu için kutub. Hem de muşu ibadetlik üzerine mana Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'niki muşu yedisi oğa sünneti arka okuldu. Hem de Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünneti bilen bizge o yetmeydi o, bizge Kur'an yetmeydi o deydiğin adamlarga nispeten muşundak ibadeti qanday qılıdı. Hem de o yerde gün tutulgan vaxtniki üzerinde okulgan namaz var. Hazırki davrniki üzerinde künniki tutuluşniki üzerinde alayda bir çoğu bir iş görüp bir oy munda huptu anda huptu deydiğin muşta işçi evcağın. Evcep gitti hazır onu görürüz. Hem de o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki 1400'lük aldıdı mı? Gün tutulgan hem ay tutulgan iş çok var. Bu adetki bir çok iş. Hem de bu adet işlemez daha çok bir iş esnede mümin Müslümanlığa nispeten. Şu vaktdeki üzerinde Allah'a ait var ne okuyumuz uçağın üzerinde namazcı okuyumuz. Bunun karta İslam dinimiz şunda bir iş olsa anladaki ne kılınlar namaz okunlar dep ne kıldı onu berketti. Hem de husub degan hasafa yaxsifu. Yin bir sanda husub deb keladi. Aslida husubniki ishlatishniki jiqarog'i bu nima qartildi? Oyning tutilishiga. Husub deb kappadan kelgan vaqtning o'zida kunning tutilishiga ishlatildi ko'p vaqtning o'zida. Ba'zida bir-birini almashtirib ishlatilgan ish bor. Yoki bo'lmaydi har ish kelisiniki o'zini mana bu nima qiladi uni shu ishlatadi. Oyg'imi ham kunigimi. Endi bu yerda husub degan bilan husub ikkisidagi o'ttirisida nima bor? Farq bor. Endi husub degan asli kunninki nuriniki o'zgarganligini. Endi husub deb kelsa asli kunning nuri ketganligini. Buni bildirdi. Anda o'likin bu yerda endi faqat kunniki tutilganligini mana gapini deb oyniki tutilmasligi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'deki zamanında ay tutulup unda bir rivayetçi bulmadı ekan. Ay tutup namaz okudu deb. Ama tövende deyilgan şu gün tutulgan vaqtniki o'zida shuniki qatorda ay tutulib qolsa-mı bu Allah'niki bar bir ekanliginiki mana delillerin qatorida deb ashuniki gapi bor. Men mushu söz bor shu e'tibordan ay tutulgan vaqtning o'zida deymiz. Endi kun bilan oyning tutilishi bu hozirgi osmon jismlariniki mesela astronomiya ilmininki nisbatan mana bu ayrim bir narsa deydi. Unda desimi şu aş şekilde kılışniki özü kim kıldı? Cezme bunu kim kıldı? Onu Allah kıldı deymiz. Mesela gün bilen aynınki tutuluşu. Bazı asman cisimlere nispeten bizge nispeten üç xil bir cisim var. Birisi bizge nispeten nime quyosh, yin birisi nime ay, yin birisi nime zemin. Bu ne yapıyoruz? Anda o anki bizdeki zeminimizde kelgen nurniki şu aydınlık nurniki nimiz nerede keldi? Quyoshdan keldi. Quyoshdan kelgandan keyin uçan o'zida meni hozir sharqdan chiqmoqchi kun, unidagi kunduzdan keyin aldikin o'ltirdi. O'ltirgandagi kunning nuri mushtaq keldi. Ochan o'zida mana oydan iborat bo'lgan bu narsa bu zeminniki nemisi o balisi, ya'ni hamroy. Zeminning hamroyi bo'lgandagi zeminning atrofini tushigildi. Atrofini tushigilgan vaqtdagi o'zida bu oyniki o'zi zemin bilan quyoshniki o'ttirizga mudaq chiqib qolgan vaqtdagi o'zida shu vaqtdagi o'zida kunduziga yoki kunduzdan ma'lum bir vaqt chiqib qolgan vaqt o'zida o'chan o'zida kunninki nuri tushadigan mana shu yer shoniki ma'lum o'rni to'sib qoladi. To'sib qolgandan keyin bu e'tibor bilan bu nim bo'ladi hamda astronomiya ilminiki hay'at ilmi deydi ham jism ilmlarida mana bu o'limani bu kishilarniki nazarda ajratib çok qariladi. Xo'sh, unda bo'lgandan keyin shunda bo'lishniki o'zini bo'lishi ma'lum jihatda shu tajriba qilish orqali bo'ladi. Bo'lib masalan, nima inchik bo'lgandan keyin shu quyoshniki o'z o'qida aylanishi, quyosh nima? Shu yer shoniki o'z o'qida aylanishi, o'z o'qida aylanishdan boshqa quyoshning atrofini aylanishi, shuningdek oyniki zaminning atrofini,
yer şarının etrafının ayrılışı degandek muşni tecrübe qilish orqali mana falon vaqt manda aynagan vaqtimizda mayaga berib manda qiladi, uniki mayat falon kun tutuladi deb bu tecrübege asosan shu buni uchun ma'lum jihatda biladi. Bu yerlikə hazırki davrda falan vaqt, bugün vaqtı tutulur ekan, 10 yılda, 15, 100 yılda bir qatat mene kun tutuş ahval yüzü olur deb qo'ysa, uni hayran qalsaq çok bo'lmaydi. Bu insonniki taqatin ichidagi tecrübe ilmiy asosan bo'lgan bir ish endi. Xo'sh, shu ishniki o'zini kim qildi? Mundaq endi. Mana bu ishning o'zi odatda bo'ladigan Alloh taolaniki odatda bo'layotgan mushundaq bir işler var. Allah'ınki şu kunni müştak tutturup onu yağmur yağdırıp kılgan. Onundan kim adet bulmayvatkan bir işler var. Tuyuksuz. Bu kalgan çünkü Allah Teala her kandak mahlukatni kıvatkan işlerini Allah yaratkan boğaz iken bu yüzdeki aşıldak benim möcüsünü köşüş için, kudurunu köşüş için bu arkalık insanlar hata işini yeniş, günah mesiyetini yenip o uygun iş için Allah'a iltica kılıp yaxşı işini kılış için ağalandırış için çok kan önemli. Ben şu itibarla ben aynıki ve günün tutuluşu benim muşinki nemisinin o katar edin. Ben hazır gün tutulğan vaxtın üzüden hem de gün tutulğanda okulğan namaz. Aslında bu namazın üzü Peygamber sallallahu edisidir var. Müslümanlar belki okudulğanda okuyor ama ben köp insanlarınki üzü bunun için kar yok. Ben hazır küfür umumuzluk bana başkurup ketken boğandı iken bunun kata iş kadar gap yok. Ben şunu netçi ay burun tayyarlık kılıp aşı onuğa anıdeken şundak o adamdaki üzü közüge takaydıgan aynahni elip göz aynahni oy munda qılımız hep u yer bu yer gelip açta qıldıgan iş yok var. Ama namaz meselesi kafirlamış da qıldı. Bunu doğrap andaki Müslümanlarmı bazı işte şundan çok qaldı. Ama dinimiz buyurgan namaz okuştan ibaret olan bu işten çok qalmaydı. Bazı alimler şu vaqtın üzüden şu gün tutulğan vaqtın okuyduğun namazdaki üzünü bazı alimler nime deydi bunu vacip deganlar var. Meni ba'zanlar buni sunnat deganlar var, yine ba'zanlar sunnati muakkada deganlar çok var. Endi bu namozdagi o'qilish shakli boshqa namozga çok o'xshamaydi rivoyatga asosan. Bu alohida o'xshamaydigan namoz. Buniki vaqti shu yo'q. Ba'zi ulamolar mushu makruh vaqtdan boshqa har qanday vaqtni o'zida o'qiydi deydi. Buni qayd qilamiz deb mashtar deydi. Endi kunniki tutilishniki o'zi mushundaq lazım cin tushib qolgan vaqtimizda ya namoz yadikin ashta tutib qolgan ish shu bandi. Endi bu namozniki o'qilish shakli normal bir namoz bilan qilmaydi, o'xshamaydi. Ammo bizniki Hanifiy mazhabda normal namozga o'xshaydigan 2 rakat namoz. 2 rakatni o'qib, uniki rukusi 1, sajda 2 shuni o'qib, uniki duo qilib eslib ketgan qadar qilamiz deydi. Buni qarta ilsi var. Bazı ulamolar yani sajdani 3 qilamiz, rukuni 3 qilamiz har bir rakatda yoki 5 qilamiz, sajdani ya 4 qilamiz ya 6 qilamiz degan mushu gapni shu deydi. Chunki buni qarta nima va ilsi var. Birinchi fasl Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi Ayşe. Jazman kun tutulgan idi o kun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki zamanında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki zamanında beni kun nima qilgan tutulgan shu idi deydi. Kun tutulgandaki şunu olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir qichiq uchun shu evatdi. Nima deb qichirdigan? As-salatu jami'atun deb. Meni as-salatu jami'atun deb to'g'laydigan bir odamni nima qildi? Evatgandi. Ya'ni namoz nim qiluvchidir, meni jo'g'lug'uchidir. Voy namoz o'qiymiz, to'planib kelinglar, jamoatu namoz o'qiymiz degan gap. Unda o'g'andikin bu gapni anglagan vaqtlik o'zida meni aşağıdaki kishilarniki hammasi degidek nima qildi? Keldi. Shuni bu odam evatdi Payg'ambar sallam kun tutib qolgan vaqtning o'zida. Kunida kelganda bu odamni kelgandikin şunu olan nima qildi? Payg'ambar sallam ilgari oldi va andikin o'qidi Payg'ambar sallam 4 rukuni. Mana 2 rakat namozda, mana 2 rakatlik namozda mana 4 nimani qildi? Rukuni cho'q qildi. 2 rakatlik namozda asli 2 ruku bo'lishi kerak. Ma'noda har bir rakatda 2 dan ruku qildi deydi. Her bir rekatte 2 dan ruku qildi ve 4 tane secde qildi. Secde qancha 2 rekatning o'zida 4 bo'ladi.
Dedi Ayşem. Ruku qilmadim men, bir ruku qilishni hargiz va sajda qilmadim men, bir sajdiniki hargiz berdi bu ruku, bu sajdalar har birisi nihoyat uzun edi. Yin bir ruku, normaldagi ruku sajda edi. Normalda o'qilgan shu namozdagi ruku sajdasi nihoyat uzun bir rukuni shundoq nima qildim sajdani dedi. Ya'ni bu o'qilgan namozdagi rukular sajdasi normal namozdagi ruku sajdalari nihoyat uzun deydi. Yani 2 rakat o'qibdi. 2 rakatnikida har bir rakat 2 dan ruku, har biriniki nimasi 2 dan sajda. Yani bu bir shaklanadi. Yine Ayşem'de rivayet qilindi, dedi Ayşem. Men oshkor qildi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oshkor o'qidi. Mana namozniki kun tutilgan vaqtda o'qiydigan namozda mana shu namozniki qiroatini nima qildi? Men oshkorcha o'qidi. Ya'ni shu salatul xusufniki namozniki kun tutilgan vaqtning o'zida o'qilgan namozniki qiroatini nima o'qiymiz? Oshkor o'qiymiz. Men bu ezikcha asosan. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, Abdullah tutilgan edi kun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki zamonida kun tutilgan edi. Kun tutilgandagi shunlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va odamlar payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan nima qildi? Namozchi o'qidi. Namoz o'qib munda o'qidi deydi. Bu bir rivoyat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam meni tudi nihoyat uzun tudi ekan. Meni o'xshash edi Sura Baqarani o'qiganga yaqin. O'xshaydigan. Yani Sura Baqara 2,5 pora. 200 daki oyat. Men mushu oyat, mush 2 parani o'qib bo'lgan qadar nihoyat uzun nima qildi? Qiyomda shu tudi. Ondan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam meni ruku qildi, nihoyat uzun ruku qildi. Uzun ruku qilgandan keyin uningdan keyin payg'ambar o'zining 5 rukudan ko'tarib, Samiyallohu liman hamida deb, undan keyin payg'ambar nihoyat uzun tudi. Meni bu uzun turishi birinchi qiyomniki avval qiyomdan. Ya'ni qiyomda turgan bak uzun turdi ya, uni sal to'van edi. Ondan keyin yana ruku qildi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Nihoyat uzun bir qator ruku qildi, ya'ni 2 ruku bo'ldi. Men bu ruku avval rukudan to'van edi. Ondan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana 5-chi nima qildi? Rukudan ko'tardi, ondan keyin sajda qildi. Ondan keyin sajda qilishninki qanday ekanligini bu yerda demabdi. Sajda qilib bo'lgandan keyin 2 dan sajda qildi desa, ondan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tudi turib, ondan keyin 2-chi rakatga nihoyat uzuncha tudi. Meni bu uzun turganlik bu qiyom avvalgi rakatning qiyomida sal to'van edi. Sal ozroq edi deydi. Ondan keyin bu qiroat qilib bo'lgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ruku qildi, nihoyat uzun. Bu uzun ruku avvalgi rakatning rukusidan sal to'van edi. Ondan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rukudan 5 ni ko'tarib, yana uzun tudi. Bu uzun turish bu qiyom men avvalgi qiyomdan sal to'van edi. Men avvalgi qiyomdan nima edi? To'van, ozroq edi. Ondan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana ruku qildi, nihoyat uzun. Bu ruku avvalgi rukudan, ya'ni 2-chi rakatniki 1-chi rukusidan sal to'van edi. Ondan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana 5 ni ko'tardi, undan keyin sajda qildi deydi. Ondan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozdan qaytdi va uniki mena kunchu ichilgan edi. Kun ichilgan qadar men mushtaqchoq qildi deydi. Endi bu kun tutilgan vaqtning o'zida, oy tutilgan vaqtning o'zida qildigan namozning o'zi duo, mushtaq ibodatlarning o'zini mana kun ichilgan qadar qilish kerak ekan. Odatcha mushandi. Dedi payg'ambar alayhisolatu vasallam namoz o'qib bo'lgandan keyin jazman mana kun bilan oy Allah'ınki ayetlerden boğan bir nimidir ayettir. Men Allah'ınki bar bir ikenligini, kudretiniki ne kadar, ilmisiniki ne kadar yüksek katta ikenligini bildirdiğen nima bu bir alamet, belge, hüccet deydi. Onda o andaki deydi Peygamber aleyhisselatü vesselam, tutulmaydı bu işkisi. Bir adamninki ölgenlik sebebiden ve o adamninki dünyaya kelgenlik sebebiden şu undakçı tutulmaydı. Mene Arap yerim ardıda şu vakti üzüde mene gün tutulsa ya ay tutulsa o çoğun bir adam kattı bir adam ölüp gidipti. Şu sebepten ölüpti.
voy falon odam men tug'ilib ekan, noit katta odam ekan, bu odamning tug'ilishi mana a koinotdagi kunga ta'sir qilib kun nuri qashib ketibdi. Falon odam o'lib ekan, o'lgandan keyin shu bilan u odam yo'qgandan keyin a kundan oymi o'zining nurini yo'qitiblar, oniki ta'siridan shuni yo'qab shuni kun tutib ketibdi deydigan xurofiy odat shu bot. Mana bu unda ish yo'q bo'lmaydi. Buni bilib qo'yinglar. Buni bilib qo'yinglarki, osmonniki jismlarniki hech qanday bir jism, bir odamniki o'lishniki qandoq bo'lganlikka, u odamniki mana tug'ilishniki qandoq bo'lganlik hech ta'sir qilmaydi. Bu tubdan xato. Mana hozirgi davrniki o'zida burj deydigan bir nima bor. Men kun degidek har yerda bor. Shu kufr davlatining o'zidan. Sizdagi burjingizni ko'rib qo'yay. Siz mayilki shamsiya oy dedik ya o'tganda. Shamsiya oyniki 12 oy bo'ladi. Shu 12 oyniki ichidan siz mayda tug'ilsangiz, mayda tug'ilgan odamning o'zi mijozi andoq bo'ladi, bundoq bo'ladi. Mesela oğlak ayda tug'ilgan odam bundoq bo'ladi. Mesela azar ayda tug'ilgan bundoq bo'ladi. Mayda tug'ilgan bundoq bo'ladi deb bular odamniki tug'ilgan ahvolini mushu oyga bog'lab, shu tug'ilganniki ishi mushu oyda tug'ilgan bo'lsa, bu tug'ilganlik mushu oyda bo'lgan o'zi u odam ta'sir qilganga men mushda ishni cho'q qildim. Buni gez jurnal, televizor, hatto televizor ayrim kanallar var. Shu orqali insonlarni shunda xurofiy, shundoq sapsata narsaga bog'layaptiki, aql ishlamaydigan, shundoq bir sarandak bir odamniki gapiga ma'qul deb, voy meni burjim, meni manchichi oyda tug'ilib ekan, shamsiya oyning bo'yicha. Buning mijozi bundoq ekan, mening mijozi bundoq bo'ldi ekan deb o'ltirib, shundoq qilgan, shundoq ishlab ketadigan odamlar shu bor. Bu hergiz nima emas, o to'g'ri shu emas. Bu tüpte nima o xato. Peygamber dediki, qachon ko'rsanglar shuni. Shu ishni ko'p qilsanglar oy tutibdi yoki kun tutibdi, u chog'ingizni qanday qilinglar? Allohni uchun aslanlar. Deb shundaqchu dedi. Unda o'ndan Allohni aslab, duo qilib, namoz o'qish kerak. U chog'niki o'zida bunday qilish kerak. Mana dediler sahabeler, ya Resulullah köydük biz silni, mana sunup Allah bir şeyini silniki muşu tuğan caylarda bir şeyini ağanda kırıp bir şeyini al buğun. Andaki köydük biz silni şunda kayınları yanla. Bir neyse şunda kolları elip onu da kayınları yanlanı köydük namazının içine bu kandak iş dedi. Degandiki Peygamber dedi ki, cezme men köydüm men cennetini köydüm. Hem de cennet degen ruhi dünyada, yeni bir dünyada bo'lgan narsa. Bu maddi dünyada çünkü yok. Anda o andikin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'niki, böyle namaz okuğa vaktiki özüde, şu cennetin körüşüneki özü aynen közüyle körüşü mümkün, yeni birisi keşf deydiğen bir iş var. Yani keşf degen içiliş. Yani gaybi alemdeki işlerindeki özü, böyle peygamberlerge onunki suret ve şekli, o peygamberlerge neymek oldu? İçildi. Onu Allah Teala o peygamberlerge neymek oldu? Bildirdi. Bunda iş çok var. Onu dikin, şunu ona cennet köygəndəki və cennetin bir sapını, üzümlüki bir sap üzümlü nemi qıldıyım, aldım. Unqud degen bir sap üzümlü nemi deydi, unqud deydim. Mənə bir sap üzümlü aldım, deydi. Hep şu an kolumda da sunuşum şu. Hem de, o eğer hep qalğan bolsan, şu bir sap üzümlü, cennetin şundaqlı alğan bolsan, her aynı yeytanısıyla bu sap üzümdən, ma dünya baqi qalğan kadar. Yani kıyamet boğan kadar ben bu visapniki üzümü benim bu şu ümmet Muhammediye yiyse bu tügümeydi dedi deydemdi. Şu an bir evetip anıdaki kolumğa ağam bolsa müştaq oltap bir oylup etip anıdaki bu bulmayma dünyada cennetniki meyvesini yeydiğen yerniki üzü bu adam bir iş buluş gerek o ölüş gerek. Ölgendeki bu adam cennet kirse şu Allah'ın rahmetiyle anıdaki o yediğen meyve. Bu dünya da o cennetin meyvesi yeydiğen cayçu emez. Ben bu sebeple Peygamber şu onu anmagan. Ve köydüm ben dozakını deydemdi. Şu vaktin üzerinde dozakını körüp şu doğukaç dozakını hemen kördemdi. Köygendeyken pes köymedim ben deydi o bugün günlükü okşağan bana bir menzilini her gün bek korkunçluk. Bugün günde bek korkunçluk bir menzilime kürpahmedim hayatımda. Şu dövsahının içindeki korkunçluk ahvalı qarab, acayip korkunç bir ahvallarını köydüm. De,
Endi başqa hadisda bordi. Mana zanilar mandaq bo'ldi. Mana gap tushgan odamning ahvoli mandaq ko'rdim. Mesela arakkeşlik ahvoli mandaq ko'rdim. Qamovozni mandaq ko'rdim. Mana o'g'rini mandaq esilganlik mandaq qilganligini ko'rdim. Payishvozni mandaq ko'rdim. G'aybat gap tushgan, ittifoqsizlik qilgan, men mushundaq kishilarning melini yevagan, mushundaq kishilar mandaq holat ko'rdim deb boshqa hadislarda shu bordi. Shuning bilan deydi Payg'ambar sallallohu va ko'rdim men ayollarni. Shu do'zaxniki men ko'rdim men shu do'zaxniki ahliniki eng jiqini ayollar ko'rdim. Qarsam şu do'zaxniki ichidagi kirgan kishilar ko'pincha ayollar ekan dedim. Erlardan ayollar jiqkan dedi. Degandiki dedilar bular bima ya Rasulullah. Degandiki bu sahabelar dediki nemi sebebidan ya Rasulullah, nemi sebebidan bular mana cennet do'zaxga bahchib kirib ketibdi. Sababi nima bo'lgandi dedi. Degandiki Payg'ambar dediki bi kufrihinna. Ularniki men kafir bo'lganlik sababidir. Men küfrni biz işletsek yani kafir olan deyimiz. Lekin küfrnin şu ma'nosi var. Peygamber sallam aşırı işletken. Onun birisi aslında yepiş degan gap. Onunki birisi tuzkorluk. Yine birisi teniş ma'nida. Peygamber sallamniki mayadi degani bu nima o? Ularniki nima qilgan tuzkorluk sababidan. Yani ular şu yerlere qilgan ishqi tuzkorluk qilib, onu razı olmay, ma'qul demay, şu sebepten bularniki do'zaxga kirishi nojiz qilib ketibdi deydi. Cıkçı olup gitipti. Dedi. Endi bu yerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'niki endi bu ayollarniki yüzü asıl Müslüman. Müslümanlar ayollarcık. Endi bu do'zaxga zodi eğer tövbe qilmasa uçan yüzde men ish qilib gunoh o'tkazgan bo'lsa, uçan yüzde bu men Müslüman ayollarniki yüzümü do'zax uchun ma'lum darajaga kirdi. Kirgandiki uniki gunoh tugandiki jannatga chiqadi. Peygamber aleyhisselatü vesselam'niki bu ko'rgan ahvoli balkim shu tunji qatin shu yilqi sotni hammani qilib bo'lib, biroqlar mana shu do'zaxga haydab, shu kafir, andiki gunohkor mu'min musulmonlarning hammani shu qon holati ko'rgancha bo'lishi mumkin. Degandekin deyildi. Unda o'ndiki yakfurna billahi Allohga tanamdi bo'lar. Allohga kafir bo'lib, men mushu sababdan shundoq bo'lamdi dedi. Deb so'raldi. So'ragandiki dedi Peygamber sallam yakburnan ashira. Meni kafir bo'ladi bu ayollar ashir ekan. Ya'ni muasharat qilgan eriga. Ya'ni eriga nima qiladi? Erniki qilib bergan shu turmush ishi, ep bergan, shu yemak, ishmak tutib bergan uy, japotat, pul tap qolaman deb kechmay kunduz ishlab, men mushundoq qilsa uninkiga nima qildi? Uni tanidi. Tanib va tanidi. Ve tanıdılar ular ihsanı tanıdı. Yani erlerinki ulağı kılan aşıda her ihsanı ne oldu tanıdı. Dep şunda dedimdi. Ben bu iki sebepten ben bu ayollar do'zaxga cıkço kirib ketibdi. Sebebi muşu dedi. Eğer deydi Peygamber yani bu ahvalni ham deb. Eğer sen hoşça yaxshilik qilsan sen o ayollarning birisiga zamonlab yaxshi qilsan, sen ömür boyu davomli yaxshi qilib qolsan, anladaki sendin bu ayol bir şeyini kırıp kalsa. Yani küçükken bir şeyini kırıp kalsa deydi ki bu ayollarınki biri ma ra'aytu minka hayran qatto. Sendin men hiç kanda bir yaxşını görmedim. Men sen muşundaq eltiyip bütün işimleri qilib berib, boshqa ömrüsün bilan qilsam, menga hiç kanda bilas qilib bermedin ha deb urishib mushtaq çok qildi. Bu ayollarınki asl nimasi o? Tabiiti bu. Men mushu sababdan qanday bo'lgan gap do'zaxga kirishga sababchi bo'lib qolgan gap deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushtaqchi dedi deydi. Endi bu yerda shunga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki bayram namozidagi o'zida ayollarni keshi kelib, mana va'zi tabliq qilib, shu vaqtdagi o'zida sizlar xayr ihsonni jiqqaninglar deyishniki sababichi shu. Çünkü hayır ihsan qilishnikki o'zi mana eng nima yaxshi ishniki, mana gunohni yo'q qilishniki ish qilgan ish, mana sadaqa qilish. Mana pul orqali bir yerga nima qilish, mana yordamchi qilish. Mana sadaqa qilib mushtaq qilsa eng nima qiladi bu?
Nemini qiladi endi yaxshi ishlama, ham zikr tasbih, unidan boshqa mana istig'for, tövbening o'zim yo'q bo'ladi. Ammo bu iqtisodni pul orqali xayr ihson qilish eng katta ibodat. Bu butun nimani hamma tüp yıldıızı yok oldu. Bu resmi tövbenin o'rni oldu. Çünkü pul degan hammadan biladi. O adet yerden çıkmaydı, kalbinin içinden çıkadi. Anda o anken bu adamniki o'zi şu pulni berganning o'zi nimani bildirdi? Resmi bu adam şu işte sadakat ekanligini bildirdi. Sadakat ekanligini bildirdi. Şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ayollarni nima degan? Şu ayollarniki o'zini mana sadaqa qilishga jiqcho buyurgan. Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Yeni bir Ayşe rivoyat qilindi. Mana İbn Abbas radhiyallohu ta'alaning yelisi o'xshash va dedi Ayşe ma o'ziniki rivoyatida. Ondan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men sayda qildi. Hem Ayşe namazını okudu deb sayda qildi. Uzun qildi. Peygamberimiz sayda uchun uzun qildi. Ondan qaytdi. Valolki kündüm qilgan edi, ichilgan edi. Onu degi Peygamberimiz şu adamga xutba o'qidi. Xutba o'qib Allohga hamd etdi, Allohga sano uchun o'qidi. Ondaki dedi Peygamberimiz: "Jazman oy bilan kunniki, mana kun bilan oyning o'zi Allohniki bor bir ekanligini bildiradigan mana dalil paketlarniki qatoridandir. Mana bu tutulib qolmaydi bu ikkisi. Bir odamniki o'lishi va bir odamniki hayatı dunyoga kelganlik sababidan undan nima qilmaydi, tutib qolmaydi. Qachonki siz shu ishni ko'rsanglar, Allohga nima qilinglar, duo qilinglar, takbir aytinglar, durudchu yo'llang, namoz o'qinglar va sadaqa beringlar. Deydi. Bu odamda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam mayedisa Alloh duo qilinglar dedi. Chunki mushundoq bir ishniki normal bir odatda bo'layotgan sunnatullohdan iborat bo'lgan bu ishni normal bo'layotgan bir ishniki men tuyuqsiz bundoq bir holatda bo'lishniki o'zi jazman bir sabab bo'ldi. U nima? Allohning g'azabi. U insonlar oyada chekib ishib xato ish qildiki bu yerda nima qilgan degan Allohning g'azabi kelib yo suv ofat bo'ladi, yo o't ofat bo'ladi, yo tavraydi, yo kun tutiladi. Men mush ish bo'ladi. Anda o anki bunu qartasız qanda qilinglar, Alloh uchun duo qilinglar. Allohga nima qilinglar? Takbirchi aytinglar, zikr tasbih aytinglar va namoz o'qinglar va sadaqa qilinglar. Shunda qilsanglar bu rasmiy tövbelik shakl bo'ladi. Andaki bu nima? Bu ofatchi tugaydi. Men hozirgi davrniki o'zida, masalan, virus chiqdi Xitoyniki, buniki chiqqanlik bir jonliq bir narsa. Bu kichik, bu hayot bu narsaniki o'zi. Bu narsa mana insonniki qo'li mana buni yo'qtimizda hech kuchi yetmaydi. Bu nima uchun? Bu odatchi qolmaydi demdi. Ondaki dedi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem: "Hey ümmet Muhammed, qasam Alloh'iki mena yo'q hech qanday bir kishi mena kulligacharoq bir kishi yo'q Allohdan kulligacharoq bir kishi yo'qki, ya'ni nima deyilsa shuningdeki zino qilg'ay mena u Allohning bandisi yoki zino qilg'ay shu Allohniki mena ayol bandisi. Mena er yoki ayol bandisidimi mena Allah bu zina qilib qolsa buningdan bak nima qiladi Alloh bak kullaydi. Ya'ni ag'yar degan nima? G'ayr deydi, kulli degan gap. Kulli degan bir odamniki ya er ayolniki o'ziniki mulkiga ikkinchi bir odam uniga qirs qilib ya munda qilsa uni rasmi ochiq keladi. Ochiq kelgan nima deymiz uni? Kulli deymiz. Bu rasmiy erkakning nimasi o qilig'i. Unda o'nikin Allah Taala'niki bir erkakning ya bir ayolniki zina qilsa uni bak ochiq keladi deydi. Küllash deganning o'zida bu yerda istiara. Istiara Allah Taala'niki o odamiga bak ochiq kelganligini, g'azab qilganligini, azoblaydiganligini bu yerda nima bilan o'qitdi? Kullash bilan o'qitdi. Bir odam dunyoda bir er yoki ayolni kullash ishi bo'lsa nima bo'ladi? Ochiq kelsa urdi. Urishib boshladi-ku, olamni ma'lum qildi. Bu nima deymiz uni? Kulli deymiz. Anda o andaki Peygamber bu gapni depdiki, men mushundaq ahvollarniki bo'lishi insonlarning ichida zinodan iborat bo'lgan mushu bala bo'lganlikdan mushta ishlar bo'ladi demoqchimdi. Ochiqib Alloh taolo shunga mushta oy tutilgan, kun tutilgan, mushta yer tavraydigan, mushta suv ofati, yer u ofat, tabiiy ofatdan iborat bo'lgan narsa bo'ladi. Hey ummat Muhammad, qasam Allohga agar bilsangiz sizlar, Alloh bilmaslik men bilaman.
men bildiğin narsasi bilib qolsan, men bilgan narsa nima? Allohning g'azabini, nima ish qilsan, qayishli Allohning g'azabi keladi. Meni Alloh qayishli azoblaydi, qanchalik azoblaydi deganini bilsanglar edinglar. Nima qildinglar? Meni har oyna sizlar oz kulitdinglar va jiqchuq yig'laydinglar. Dünyada oyun tamaşadan ibaret olan, gaflet haleti bo'lgan bu ishinglar yo'q bo'ldi. Ammo ko'pchilik yig'laydi, mening ahvolim qanday bo'lan, men do'zax kirib ketaman, qanday bo'laman deb mushtachu deytinglar. Deb Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men mushtachu dedi. Sizlar mush ishni bilmay, mushunda dunyoda o'lmaydigandek, mushindachu ketib borsizlar deb Payg'ambar mushtachu dedi. Ebu Musa radıyallahu ta'ala rivayet kılın dediler bu Musa. Gün tutulgan idi, Peygamberimiz gün tutulgan idi. Gün tutulgan idi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuğdu, Allah zadı olup ki korkudu şu ki boğa kıyamet boğa. Kıyamet şu boğa. Yani kıyamet bu geldiği şeydi o dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men muş işte korkup Allah zadı olup şu bu gitti deydi Peygamber. Anladı ki Peygamber mescid güç geldi. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zadi Peygamber aleyhissalatu vesselam şu ayet vaktindeki üzüde hiç kanda bir ümmetini ilah kılmaydıganға ve kıyametinki bulmaydıgan Peygamber bildi. Allah şuna verdi çok kılan. Bu doğru verdi çok ban. Yani bu yerde nime için unda hop gelirse Peygamber bazı vaktindeki üzüde şunda bir iş olsa hem de insanlık yüzüde müşta iş çok bulduğun gepemdi. Yine bir siganda rivayette bunda dep okuludu. Yokşa en tekune. Yaxşı desem buldu, yaxşı degan vaqt o'zida qo'rqidi payg'ambarsan. Bo'ldi o'chalingizda payg'ambarsan qo'rqish bo'ldi. Majul qilsak yo'qsha. Ya'ni qiyomat bo'lishni qo'rqiladi. Qo'rqiladigan ish payg'ambarsan qo'rqmaydi, ammo boshqa odam nima qiladi? Qo'rqidi. Chunki boshqa odamniki meni qiyomatniki bo'ladiganligi, qachonlik bo'lgan uni uchun bilmaydi. Ammo payg'ambarsan nima qiladi? Ma'lum darajada biladi. Mana bu e'tiborda shu iboratni yaxshi deb o'qigandan yo'qsha deb o'qishimiz nima? Bir qadar yaxshi. Ondaki Peygamber neme geldi? Mescid geldi. Mescid gelip, mene okudu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun ruku ve uzun kıyam, ruku ve sucud bilen çok okudu. Yani kıyamını pek uzun, rukunu uzun, secdini pek uzun çok kıldı. Mene kömüdüm ben şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her gün kılıdı Peygamber bu işini. Yani bunun uzun kıyamda turduğun, uzun ruku kıldığın, uzun secd kıldığın işini ben burun çok kürpahmıgan. Ve dedi Peygamber namaz okup olgan ekan degan gap. Men ma oyat. Mushunda kunning tutilishi degan, men mushu cho'ng bir ofat mushunda ishniki bo'lishi ki men u bir meni Alloh taolo nima qildi? Evatidi. Alloh insonlarga evatadigan nima bu? Mushunda katta, mushunda tabiiy ofat ish. Meni bo'lmaydi bu ish bir odamniki o'lib ketishining sababidan yoki bir odamniki dunyoga kelishining sababidan çok bo'lmaydi. Bunu çok bilip koymanı gerek. Lekin Allah Teala meni şu ayet bilen yüzündeki bedellerin nima qildi? Qo'rqitdi. Ey bendem, hozircha xato ish qilib ketding, harom ishni chiqib ketib borsan, noyatijib. Meni Allohning rasuli deysan, meni ko'rdi, meni bildi deb tursan, turib hozir bilan xalqning haqqini yeb, yolg'on gap qilib, bir-birimizni ittifoqsiz, inoqsiz gap turishib, mushta ish qilib ketsan, buni yanmasang men seni uchun bunday qo'rqitib shuni qildi. Qachoniki sizlar bu ishni bir şeyni ko'rsanglar, sizlar Allohni zikr qilishgan, Allohni duo qilishgan, Allohga istig'for qilishgan nima qilinglar? Shu noati qo'rqinch holatda shu ishni shu qilinglar, dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam deydi. Unda o'likin men mushunda kun tutilgan, mushunda bir ish bo'lgan vaqtdagi o'zida men mushunda ishni qilishimiz çok kerak. O kun tutildi deb, shu nerede tutildi, ma'qul deb ko'zayni taqishib u yerni qilmay, kuprug do'rab Kupurdan nima qilib doğrab bunlar ishni çok qilsak çok bo'lmaydi. Endi bu yerda shu namozniki o'zi bu nimada o'qiladi desa, bu namozning o'zi jamoat bilan o'qilgan gap, Payg'ambar bu odam bilan o'qidi deydi, ana. Jabir roziyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedi Jabir, kun tutilgan edi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zamonida, o bir kundagi o'lib ketdi İbrahimki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu olan İbrahim nemi kıldı? Öldü. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kim? Mene oğlu çu boğan. Yani 2 tane oğlu, 4 tane kız, yani 6 tane deydi o, bazıları 7 tane deydi o. Mene bu İbrahim degen oğlunun ki üzü, mene Mısırlık
Padişah muqavqat istegan. Shu payg'ambar alayhissalatu vassalamga 2 dona didak ayolni hadiya qilgan. Hadiya qilgan vaqtning o'zida shuniki birsini Mariya deb, uni uchun olgan. Olgan vaqtning o'zida bu Maryamdan bir bolasi tug'ilgan. U nima? Ibrohim. Ibrohim meni tug'ilib shu 18 oy bo'lgan vaqtning o'zida, mana 1,5 yil bo'lgan toza shu paxlan deymiz vaqtni, shu vaqtning o'zida o'lib ketdi. Bu tarixiy hijriyniki 10-yil bo'lgan gapkan. Shu vaqtning o'zida o'lib ketdi ekan. O'lib ketgan vaqtning o'zida meni kun tutildi ekan. Kun tutilgandan keyin shuning bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odam bilan 6 rukuni 4 sayt bilan nima qildi? O'qidi. Ya'ni 6 ruku, 2 rakat namoz o'qibdi. 2 rakatdan keyin har birisi 3 ta ruku qilibdi. 2 dona sayda qilibdi. Buning bilan nima bo'ldi? 2 rakat o'qisa 6 ruku bo'lgan bo'ldi. 4 sayda shu bo'ldi. Mushida o'qidi deydi ma'rivatda. İbn Abbas radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qildi dedi İbn Abbas. Mana o'qidi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namoz o'qidi. Kun tutilgan vaqtning o'zida 8 rakat 4 saydining ichida. Endi ma'noda 4 tane ruku qildi. Har bir ruku rakatning o'zida rukuning 4ni qildi. 2 rukuda 8 bo'ldi. 4 sayda bo'lgandan keyin, ya'ni 2dan sayda bo'ldi. Unda o'g'anki ruku qancha ekan? Ma'rivatda 8 ekan. Yani 4 ruku qildi bir rakatda. Edi raziyallohu ta'ala shuni o'xshash bilan buni Imom Muslim rivoyat qildi. Abdurrahmon Sabura raziyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi ol Abdurrahmon, birtimman, otitimman, men uchun bo'lgan bir muncha o'qiyolarni Madinamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayot vaqtida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayot vaqtining o'zida Madinamda mening bir muncha nimalarim bordi, meni o'qiyolarim bordi. Shu o'qiyoning o'zini men nima qildim? O uya buya chiqmoqda nima qildi? Atdim. Ya kishivon bilan deydim keyin bir rivoyatda bir qancha balvoga shuni etishib mushda qildi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam shu vaqtning o'zida kishilarga mush o'q etishni harbiy ishlarni o'rganish uchun buyurgan. Buyurgandiki shu vaqtning o'zida cho'ng kichik kishilarning hammasi bo'sh vaqt bo'lsa bekor turmay mushda o'qiya otadigan, mushunda qilish vaziyat deganidek ashdaq harakatlarni mushuncha o'rgangan. Men shundoqcha qildim deydim. Shundoqli kunni qilib qoldi, tutib qoldi shu vaqtning o'zida. Ondan keyin payg'ambar alayhisolom zamonidan men uchun bo'lgan shu o'qiyani Madinamda shu otdim. Ondan keyin men shu kunniki o'zini nima qildim? Men uni tatdim deydi. Nabaza. Ondan keyin bas dedim men. Yani kunlik o'zini men tatdim degani, ya'ni yoki bo'lmaydi. Yani Qur'onniki o'qiyaning o'zini men tatdim. Ya'ni nabaz otdim. Nabaza degan ot degan gap. Kun tutildimi? Kun tutilgandan keyin daralla o'qiyaniki o'zini men otdim deydi. Joyim qilib qo'yiblar. Shunga dedimki, qasam Allohga qarayman, payg'ambar anda bir nimasiki payg'ambar sallam uchun meni paydo bo'ldi. Kun tutilgan vaqtning o'zida. Kun tutilgan vaqtingizda payg'ambar nima paydo bo'ldi, nima ishni qildi, men shuni qarayman deb o'qigan etiblar, shunga yugurdim deydi. Yugurib deydi bu Abdurrahmon, keldim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarshi keldim. Va uniki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozniki ichida o'ri ekan, holatiki o'zi qo'lini ko'tarishdi. O'zining qo'lini ko'tarib namozni ishib turib, bo'shab duo qilibdi. Meni payg'ambar qildiki, men tasbih o'qiydi, tahlil o'qiydi, subhanalloh deydi, la havla deydi, Allohu akbar deydi, alhamdulillah deydi va Allohga nima qildi? Duo qildi. Hattoki mana shu kun nima qildi? Payg'ambar sallamdan ichildi. Payg'ambar sallamdan ichilgan kun ichilgan gap tutilib qolganda, ichilgan qadar mush namozni ichib mushta duo qildi dedi. Mana kun payg'ambar sallamdan kun ichilmadi. O'qidi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 2 rakat 2 surani va 2 rakat namozni o'qidi deydi. Endi bu namozning ichidagi gap. Endi bu yerda kun ichilmadi, 2 rakat 2 surani o'qidi va 2 rakat namozni nima qildi? O'qidi deydi. Degani ayol payg'ambarniki namozning ichida o'zi qo'lni ko'targanligini ko'rdim deydi. Ya'ni demak, shu namozning o'zi 2 rakat o'qdi, ammo 2 surani qo'shib o'qibdi. Buning da rukusi ancha deganicha yo'q. Ya'ni normal namoz degan gap. Meni bu esa Imom Muslim o'ziniki Sahih Muslimda rivoyat qildi Abdurrahmon Samuridan. Shuni o'sha Sharif sunnada bor Abdurrahmon Samuridan va Masabiniki nusxalarida Jabir ibn Abdullah
degan sahobadan rivoyat qilgan munda deb bu edi deydi. Asma radhiyallohu ta'ala ana rivoyat qilindi. Meni Asma Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi dedi o Asma. Jazman buyurdi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam meni qulni ozod qilishga kun tutilgan vaqtning o'zida. Kun tutilgan vaqtning o'zida qul ozod qilishga buyurgan dedi. Ya'ni demak kun tutilgan vaqtning o'zida cho'ng bir xato, gunoh ma'siyatning sababidan shu bo'ladi. Unda o'g'an ekan, o'chan o'zida qulluq davri o'g'an ekan, meni qulga nima qilish, zulm qilishdan iborat bo'lgan ishlarni jiq bo'lishi mumkin. Shu xatoda meni payg'ambar alayhisolatu vassalam meni bu xatoni tugutish uchun nima qilgan? Qulni ozod qilinglar. Qulni ozod qilinglar deb shu buyurgan deydi. Ikkinchi fasl. Samuratul Jundub radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi u Samura. Namoz o'qib berdi bizga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam meni kun tutilgan vaqtniki o'zida meni payg'ambar alayhisolatu vasallam uchun ovozi uchun olmaymiz. Mana bu namozniki o'zini mana namoz kun tutilgan vaqtning o'zida o'qigan namozning o'zini qiroatini olmagan holatda namoz uchun o'qib bergandi. Unda o'g'an ekan meni kun tutilgan vaqtning o'zida o'qilgan namozniki qiroati maxfiy o'qiladi demoqchimdi. Mana bu yerda. Endi bu esa Imom Turmizi, Abu Dovud, Nasai rivoyat qildi Ibn Majah. Ikrimada rivoyat qilindi. Dedi Ikrima, deyildi Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala uchun falon xonim o'lib ketibdi dedi. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ba'zi ayollari. Ya'ni bir rivoyatda o'zining qizi bo'lgan shu Safiya deydi. Yana bir rivoyatda boshqa bir ayolning ismini deydi ekan. Men mushu o'lib ketdi deb Ibn Abbasga meni bu yerga Safiya degan kimniki qizi, Umar roziyallohu ta'alaning qizi. Degandan keyin shuning bilan Ibn Abbas roziyallohu ta'alaning saydiqan holatda yiqildi. Shundoq uchun yiqildi. Saydi qildi. Saydi qilib deyildi. Meni shu Ibn Abbasga sen musaati saydi qilamsan. O gapni anglab saydi qilgandan keyin ba'zi odam debdi, "Nima saydi qilsan hozir?" degandan keyin bu dedi Ibn Abbas dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qachoniki bir oyatni ko'rsanglar, mushuna cho'ng-cho'ng, ashta bir ishni ko'rsanglar, normal bo'lmagan, ashta bir oyat yani ishni ko'rsanglar, sen nima qilinglar? Alloh saydi qilinglar deganti. Unda o'g'andan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ayolining o'lib ketishdan bo'lgan mana qaysi cho'ng bir oyat bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'lib ketdi, ayollarniki o'lib ketdi degan gap eng cho'ng oyat, cho'ng ish bu. Odatga cho'ng ish emas. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ayoli degan bir qancha payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan nima qilgan? Tug'an. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ayoli bilan yashagan bo'lgandan keyin meni payg'ambar alayhisolatu vasallam ayolining bo'lishligi o'zi payg'ambar alayhisolatu vasallam bir yil men uyda birga tug'anlik sababli berkatdi. Uçan o'zida bu barakatning sababidan mana bundoq noit xamundaq ofat, tabiiy ofatlar bundoq bir ishlar uchun bo'lmaydi. Deb Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala mushtaqchu degan deydi. Ya'ni u vaqtda o'zi saydi qism uchun bo'ldi degan demakdir. 3-chi fasl. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Ubay kun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zamonida tutilib ketdi. Tutilgandagi payg'ambar sallam ular bilan namoz o'qidi. Mana o'qib shuning bilan o'qidi payg'ambar sallam uzun so'zlarniki qatoridan bir so'zni o'qidi. Va ruku qildi payg'ambar sallam 5 tane ruku qildi. Va 2 tane sayda qildi. Ya'ni 2 tane sayda qildi ma'nodan da har bir rakatda 5 tane ruku qildi. Unda 2 rakatning o'zida 10 tane ruku bo'ldi. Ondaki payg'ambar sallam 2-chi rakatga turib yana uzun so'zni qildi, o'qidi. Undan keyin payg'ambar sallam yana o'qib bo'lgandan keyin yana 5 tane ruku qildi va 2 tane shu sayda qildi. Ondan keyin o'ldirdi payg'ambar sallam. Qandaqki o qiblaga oldini qilib o'tirgandakcha o'tirdi. Namozni o'qib, holatiki duo qildi. Hattoki mana kunniki tutilishi nima qildi? Ichildi. Ay ichilgan qadar payg'ambar sallam o'sha duo qilib o'tdi. Dedi. Ya'ni bu rivoyatda mana bu
kun tutilgan vaqtning o'zida o'qilgan namozning o'zi 2 rakat, ammo har bir rakatda 5 dona ruku, 2 dona sajda, ammo qiroatni uzun qilamiz. Uningdan keyin andiki kun echilib ketgan qadar o'sha duo zikr qilib turadigan gap. Bu bir namozning o'qish shakli. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi Nu'man. Mana tutilgan edi kun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zamonida kun tutilgan edi. Tutilgandagi payg'ambar sallam o'qidi 2 rakat namoz o'qidi va so'radi. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu kundagi tutilishniki o'zidan so'radi. Ya'ni kun hozir echildimi, echilmadimi deb qolgan odamdan nima qildi so'radi. Yoki payg'ambar alayhisolatu vassalam meni Alloh taolodan shu kunniki echilib ketishni nima qildi so'radi. Hattoki kun nima qildi echildi. Men kun echilgan qadar men shunday so'rab turdi payg'ambar sallam echildimi, qanday qildi deb deydi. Men bu esa Imom Abu Davud rivoyat qildi va Imom Nasaiy rivoyatida shuna deb baki jazman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'qigan edi, o bir zamonda kun tutildi. Mana bizniki namoz o'xshash o'qigan edi, ruku qildi va sajda qildi. Yani biz normalda qanday namoz o'qiydik, men shuni o'xshash ruku sajda qilmoqda o'qigan kun tutilgan vaqtning o'zida deb rivoyat shuna deydi. Unda o'g'andan keyin mush rivoyatni Imom Azam tutib, kun tutilgan vaqtning o'zida o'qilgan namozning o'zi odatda 2 rakat namoz. Ruku bir bo'ladi, sajda 2 bo'ladi. Undan keyin sajdan uzun yoki rukun uzun qilgan gap, undan keyin andiki duo qilib, zikr tasbih qilib, echilgan qadar mushtaqchoq qilib turamiz deydi. Mana bu Nu'man ibn Bashir uchun bo'lgan yeni bir rivoyatda shunda deb baki jazman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam chiqdi uydan bir kuni, noit aldab masjidga chiqdi. Va o'lki kunni qilgan edi, tutib ketgan edi. Kun tutilgan vaqtingizda mushtaq uydan noit aldab chiqibdi. Mana payg'ambar shu vaqtingizda kun echilgan qadar namoz o'qidi. O'qigandan keyin andiki dedi payg'ambar sallam jazman ahli jahiliyat berti deydi. Nima deydi kofirlar? Jazman kun, oy meni tutilmaydi u fakat büyük bir adamniki o'lib ketganlik sababidan zemin ahlininki kattalarda bo'lgan katta bir adam, ulug' bir adam men o'lsa ondan keyin nima qiladi? Kun tutib ketadi deydigan mushtaq xato bir nima bo'lyapti, tushunsa jazman kun bilan oy bo'lsa, oy va kun bilan oy bo'lsa, bu bir odamniki o'lganlik yoki bir odamniki hayot kelganlik sababidan bo'lmaydi. Lekin bu ikkisi Allah'nınki yaratgan məxluqatının qatarıdır. İki nime o məxluq. Allah Teala özünki yaratgan məxluqatınki içidən özü xalığan nərsini qıldı, payda qıldı. Bu Allah'ın işi. Anda o andikin bu ikisindeki qaysı birisi tutulsa, ya gün ya ay tutulğan vaxtın özüdən sil nima qılınır deydi Peyğəmbər namazçı oquna hatta ki içilğan. İçilğan qədər namazçı oquna. Ya ki Allah Teala yeni bir işini nima qılğan, payda qılğan. Yani yeni bir işni payda qılğan ki uçanlık özüdən ya gün içilğan ya ki yeni bir işni payda qılıb uçanın özüdə günlük tutulğanlığı ya ki su ya afətlik özü tutulğanlığı men muş iş üçün bolğan. Şu vaqtdagi kishi siz nima qilinglar? Men namoz o'qib, zikr tasbih etib, men mushtaqcho qilinglar deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushtaqcho degandi deydi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.